Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qabrimizda qulog'imda shovqin bo'ladi deb bemor kelgan ekanlar, boshlanib tomirlarni do'plar qiluvdik, mana bularni ham shu o'rganib qo'ygan, o'sha sabrazning izgib bor ekan, qiyshayish. Donni etdik, boshqa narsani tekshirishda mana yana tomirlarida yog'an mana xolesterin bilashga chiqib, 43% ga bitta tomirlarini, ikkinchi tomirlarini esa 62% ga mana yopib qo'ygan ekan. Tomirni ichidan ketayotgan shu nagar mana yig'ilib yopilib, to'rni mana tomirda yopilishga yaqin qolgan. Mana bundan videolarini ham qo'yganmiz. Bu tomirlar o'sib yog'lar, to'rni yopib qo'yadi, insult olib keladi. Bu ko'chgacha insult olib keladi. Buning sababi nima? Sizlar tiqilyapti sababi. Yemish, yegan narsalarimiz, sigaret, saxar, давление shu singari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar. O'z sog'liklaringga beparvo bo'lmanglar.